Hammaga assalomu alaykum. Har bir ota-ona farzandini kelajagi yorqin bo'lishini xohlaydi. Lekin ko'pchiligimiz o'zimizga savol beramiz. Farzandimizni qachondan rivojlantirishni boshlashimiz kerak? Qanday to'g'ri yo'l tutishimiz kerak deb. Aslida esa eng muhim davr bu bola hayotining ilk yillari. Aynan shu davrda bolani tafakkuri, nutqi, xotirasi, xarakteri va qiziqishlari shakllanishni boshlaydi. Shu sababli biz olimonalar kursini yaratdik. Bu erta ta'limni yo'lga qo'yish uchun aniq va tushunarli reja. Bu kurs kimlar uchun? Farzandining tarbiyasi haqida o'ylayotgan bo'lajak onalar uchun, homilador onalar uchun va ayniqsa farzandi 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan onalar uchun. Bu kursda nimalar o'rgatiladi? Biz sizga 27 xil mavzuda ma'lumotlar beramiz. Albatta, birinchi o'rinda bolalarning rivojlanish etapi haqida gaplashib o'tamiz. Agar biz farzandimizning o'zining yoshiga mos xususiyatlar haqida ma'lumot bilmasak, hattoki eng yaxshi rivojlantiruvchi ma'lumotlar ham farzandimizga foyda bermasligi mumkin. Keyin esa biz chaqaloqlarning rivojlanishi haqida ham to'xtalib o'tamiz. Bolaning tug'ilgandan boshlab ilk kunidan qanday rivojlantirishimiz mumkinligi haqida, har bir bosqich haqida va har bir davrda nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini tushuntirib o'tamiz. Shu bilan birga biz katta va kichkina motorika nimaligi, bolada jismoniy harakat va qo'l barmoqlari motorikasi rivojlantirish uchun samarali mashqlarni beramiz. Nutq haqida to'xtalib o'tamiz. Bolaning nutqi qanday qilib tezroq va to'g'ri rivojlanishi mumkinligi haqida amaliy metodlarni ko'rib chiqamiz. Va yana bilingvizm haqida ham ma'lumot beramiz. Bolaga ikkita yoki undan ko'p tillarni qanday qilib tabiiy va to'g'ri o'rgatish mumkinligini tushuntiramiz. Va kursimizning eng qiziqarli joyi, har biringiz har bitta farzandingizning kuchli sifatini test orqali aniqlab olasiz va shunga qarab unga to'g'ri yondashuv qilasiz, u bilan to'g'ri rivojlantiruvchi o'yinlar o'ynaysiz. Chunki har bitta bola individual. Bitta metod hamma bolaga to'g'ri kelmaydi va biz bu kursda har bitta bolaga alohida yondashuv qilishni o'rganamiz. Va yana farzandimiz bilan bog'lanish turimizni aniqlab olamiz. Farzandimizga dars qildirishlik uchun u bilan sog'lom va xavfsiz bog'lanishda bo'lishimiz kerak. Farzandimizning kuchli sifatlari ortida turgan zaifliklarni aniqlaymiz va ularni qanday qilib to'g'ri to'ldirishlik haqida qiziqarli o'yinlar beramiz. Farzandimizning tarbiyasida yana bir muhim narsa mustaqillik haqida ham gapirib o'tamiz. Bolani kichik yoshdan mustaqil fikrlash va mustaqil harakat qilishga qanday o'rgatishimiz mumkinligini ham o'rgatamiz. Va shu bilan birga farzandimizda erta yoshdan tafakkurni qanday qilib rivojlantirishni, analiz qilishni, sintezni, solishtirishni, umumiylashtirishni qanday qilib o'rgatishimiz mumkinligini aytib o'tamiz. Shu bilan birga farzandimizga qachon va qanday to'g'ri maqtov aytishligimizni, ularni o'z kuchli sifatiga mos maqtovlarni ham beramiz. Va yana matematik asoslarni ham o'rganamiz. Bolamiz hali maktabga bormasdan turib matematik fikrlashni qanday rivojlantirish mumkinligini o'rgatamiz. Farzandimizga son va raqamlarni oson va qiziqarli usullar orqali o'rgatish metodlarini ham ko'rib chiqamiz. Va yana gadjetlar darsimiz ham bor. Telefon va planshetlardan to'g'ri foydalanish va farzandimizning rivojiga ularning ta'siri va me'yori haqida ham gaplashamiz. Farzandimizga gadjetlardan to'g'ri foydalanish uchun foydali ilovalar, saytlar va multfilmlar ro'yxati beriladi. Farzandimizni dunyoqarashi keng bo'lishligi uchun darsimiz ham bor. Bolada keng fikrlash, qiziqish va dunyoni o'rganishga bo'lgan intilishi qanday rivojlanishi mumkinligini o'rgatamiz. Bu kursimizda onaning holati haqida ham, uni ruhiy va emotsional holati bolani rivojlanishiga qanday ta'sir qilishi haqida gaplashamiz. Farzandimizga ilm berishlik uchun biz qanday ona bo'lishligimiz haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Shu bilan birga farzandimizning injiqliklarini tushunishni boshlaymiz. Bolaning injiqliklari ortida qanday sabablar yotishini va bunga qanday to'g'ri munosabat bildirishimiz kerakligini o'rganamiz. Shuningdek, farzandingizda ijtimoiy emotsional intellektni qanday rivojlantirish haqida ham ma'lumotlar beramiz. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin farzandimiz rivojida muhim bo'lgan ijro funksiyasi haqida ham gaplashamiz. Farzandimizga rejalash, nazorat qilish, vazifalarni bajarish qobiliyatini rivojlantirish usullarini ko'rib chiqamiz. Har bitta ota-ona qiyinchilikka uchraydigan mavzu haqida ham gaplashamiz. Bu diqqatni jamlash. Bolada diqqatni uzoq vaqt davomida bir narsaga qaratish qobiliyatini qanday rivojlantirish mumkinligini o'rganamiz. Albatta, kursimizda bonus darslik bor. Buni kurs davomida o'qiganda bilib olasiz. Har bitta ota-ona xohlaydigan narsa bolani kitobga muhabbatli qilish haqida to'xtalib o'tamiz. Bolada kitob o'qishda qiziqish va muhabbatni qanday qilib erta yoshdan shakllantirish mumkinligini o'rgatamiz. Farzandimiz rivojida muhim, lekin ko'p kishi e'tibor bermaydigan narsa haqida gaplashamiz. Bu ham bo'lsa muhit. Bolani o'rab turgan muhit uni tafakkuri va rivojlanishiga qanday ta'sir qilishi haqida gaplashamiz va muhitni qanday qilib to'g'ri yaratishlikni
qilishni o'rganamiz va yana rejim va uyqu haqida ham gaplashamiz. Bolada sog'lom kun tartibi va to'g'ri uyqu rejimi qanday shakllantirishni o'rganamiz. Bolaga qiziqarli ravishda erta yoshda qanday qilib shashka va shaxmat o'rgatishlikni aytib o'tamiz. Hamma uchun qiziq bo'lgan bolani xotirasi haqida ham gaplashamiz. Farzandimizning xotirasi rivojlanishi uchun qanday o'yinlar o'ynashimiz mumkinligi haqida aytamiz va eng oxiri yodlatish metodiga kelamiz. Qanday qilib farzandimiz bilan qiziqarli dars qilishga, qanday qilib farzandimizga oson va tushunarli qilib ma'lumotlarni yodlatish haqida aytib o'tamiz. Albatta bu kursdagi barcha ma'lumotlar ilmiy tadqiqotlar, bolalar rivojlanishi bo'yicha olib borilgan va mutaxassislar tavsiyalariga asoslangan. Ko'plab psixologlar va pedagoglar tomonidan o'rganilgan hamda amaliyotda o'z samaralarini ko'rsatgan metodlar. Kurs formati qanday bo'ladi? Kurs Telegram kanalida audio darslik formatida bo'lib o'tadi. Darslar 2 kunda bir bo'ladi va har bitta darsdan keyin onalar uchun yozma vazifalar beriladi. Albatta farzandingizning yoshiga ham moslab vazifalar beriladi, lekin onalar vazifa qilishi majburiy. Darslik bo'yicha savolingiz bo'lsa, biz doimiy javob beramiz. Kurs 1 oy davom etadi. Standart tarifini tanlasangiz, kursdan so'ng sizga 2 oy dostуп beriladi va rivojlantiruvchi o'yinlar, PDF fayllar sizda doimiy qoladi. Premium tarifni tanlasangiz, kursimiz 2 oy davom etadi va premium tarifda qo'shimcha darsliklar bo'ladi. Biz homiladorlik haqida ma'lumot berib o'tamiz. Farzandimizning tarbiyasi bizni qornimizdan boshlanadi. Shu sabab kim homiladorlikni rejalashtirayotgan bo'lsa yoki hozirda homilador bo'lsa, bu ular uchun juda ham bonusli dars bo'ladi. Albatta buni natijasini oldingi o'quvchilarimiz ko'rishni boshlashdi. Shuningdek, farzandlarimizning kelajaklari uchun kerakli bo'ladigan ko'nikmalar haqida ham gaplashib o'tamiz. Bu modulda farzandingiz kelajakda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar qanday rivojlanishi haqida o'rganib chiqamiz. Shuningdek, bolalarning shaxsiy sifatlari rivojlanishi haqida ham gaplashib o'tamiz. Bolada qiziquvchanlik, tirishqoqlik, qiyinchiliklarga bardoshlilik, tashabbuskorlik, mas'uliyat, moslashuvchanlik va o'ziga ishonchni qanday rivojlantirish haqida gapirib o'tamiz. Kursimizning yana bir qiziqarli joyi har bir bolaga individual strategiya tuzishni o'rganamiz. Farzandingizning yoshi, temperamenti, asab tizimi, qiziqishlari, kuchli tomonlari va hozirgi imkoniyatlarni hisobga olib, ustuvor yo'nalishlarni tanlashni o'rganamiz. Farzandimizning umumiy rivojlanish xaritasini tuzib chiqamiz. Shuningdek, onani stress holatidan chiqish haqida ham gapirib o'tamiz. Jismoniy charchoqlarimizni, hissiy charchoqlarimizni qanday payqashimiz, aybdorlik hissini kamaytirish, yordam so'rash, yuklamalarni yengillashtirish va qiyin davrda bola bilan iliq munosabatni saqlab qolish haqida gapirib o'tamiz. Va hattoki premium tarifda aka-uka, opa-singillarning munosabati haqida ham ma'lumot beramiz. Bolalarning o'rtasidagi rashq, raqobat, janjal va yarashish, shaxsiy chegaralar, adolat, bolalarni solishtirmaslik hamda ularga o'zaro kelishishni o'rgatish haqida ma'lumotlar beramiz. Shuningdek, moliyaviy savodxonlik, bolaga pul nima ekanligini, ehtiyoj va istak o'rtasidagi farqni, xarid qilish, narx, jamg'arilish, cho'ntak puli, mehnat va daromad tushunchasini yoshiga mos ravishda tushuntirishni o'rgatamiz. Shuningdek, bolalarning xavfsizligi, ularga tanalardagi shaxsiy chegaralarni, xavfsiz va xavfli vaziyatlarni ajratish, notanish kattalar bilan munosabat, ko'chada, uyda, transportda, suv va olov yonidagi xavfsizlik qoidalarini ularga tushuntirishlikni o'rgatamiz. Shuningdek, premium tarifda barcha biz qo'llagan 14 ta kartochka to'plamini ham PDF variantini beramiz. Va hattoki farzandingizga ilmiy bo'lgan tushunchalarni, kvant fizika, yadro fizika, sun'iy intellekt, Newton qonuni haqidagi ilk tushunchalarni biz tayyorlagan PDF kitoblar orqali ularga sodda tilda tushuntirib berasiz va o'rgata olasiz. Kursni sotib olish uchun Telegramdan Olima onalar adminga yozishingiz mumkin. Ishonchim komilki, bu kurs sizga juda ham foydali bo'ladi va kutganingizdan ham ko'proq natija beradi. Agar kurs davomida berilgan tavsiyalar va metodlarga amal qilsangiz, albatta farzandingizda o'zgarishlarni ko'rasiz. Chunki kursimizda o'qigan onalar allaqachon natijalar ko'rishni boshlashdi. Buni barchasini Telegramda Olima onalar natija kanalida ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun ishonch bilan ayta olaman, bu kurs sizga albatta yoqadi va farzandingiz rivojiga katta foyda beradi. Sizlarni barchangizni Olima onalar kursida kutaman. Keling birgalikda ilmni sevuvchi, keng fikrlaydigan, kelajakda jamiyatga foyda olib keladigan olim va olimalarni tarbiyalaylik.